Man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba va lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Qarang oyatning go'zalligini. Erkakmi yo ayolmi? Kimda kim mo'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, erkakmi, ayolmi, mo'min bo'lib turib bitta yaxshi ish qilsa, biz unga pokiza hayot ato etamiz va ularni o'zlari qilib o'tgan amallardan chiroyliroq ajr savoblar bilan mukofotlaymiz. Erkakmi, ayolmi, musulmon bo'lib turib savob ish qilsa, hayotini pokiza qilaman deyapti Alloh. Dunyoda, oxiratda esa qilib o'tgan ishidan ko'ra yaxshiroq mukofotni beramiz. Kimga berildi bu narsa? Mo'minga. Kimga? Robbim Alloh, dinim Islom, payg'ambarim Muhammad alayhisalom deb shu gapiga javob berib yashagan odamlarga. Kimga? Hayotdagi maqsadi bitta, Allohni rozi qilishi bo'lgan odamlarga. Kimga? To'g'ri kelgan namoz o'qib qo'yib, boshqa payt bilgan ishini qiladiganga emas. Oilasida g'arb tushunchasi masjidga borganda musulmon bo'lganlarga emas. Masjidda ham musulmon bu, tijoratida ham musulmon bu, oilasida ham musulmon bu.